onajonimga trekker mashinasini sovg'a qilyapmiz. Hozir mana bu Global shifoxonasidan chiqadilar. Emotsiyasini ko'rsataman. Xudo xolasa mana shu videoni ko'rayotgan hammaga nasib qilsin inshaalloh, mana shunaqa onajonlariga, otajonlariga sovg'a qadr-kala qilish. Onajon, otajonlarimiz biz farzandlarni yutug'ini ko'rib juda maza qilishadi. Hozir emotsiyalarni videoni oxirigacha ko'rsanglar, ko'rsatib o'taman. Onajon, tabriklaymiz. Tabriklaymiz onajon. Allohning izni bilan, sizni duolaringiz bilan, bizning harakatimiz bilan Xudo xolasa bundan-da zo'rlarini sovg'a qilishni nasib etsin inshaalloh. Yondagidan Xudo xolasa, yondagidan. Allohga oson onajon. Xudo xolasa. Mo'ltirab yotgan bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Bolalaringiz rohatni ko'rib yuring. Onajon, tabriklaymiz. Nasib bo'lsa keyingisi umra safarlari bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh. Haj safarlari bo'lsin inshaalloh, Xudo xolasa. Xolasa bundan-da yaxshilarini Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. onajonni ichidan nimalar o'tayotganini his qilyapsanmi? Xudo xolasa inshaalloh davomiy bo'lsin mana shunaqa qadr-kalalarimiz, sovg'alarimiz inshaalloh. Duo qiling.